Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 52-chi biletni ishlab berayotirman, xudo xolasa javob. Xo'p, mazkur yo'l belgisi demak qanday nomlanadi? Bu vaqtinchalik belgilar guruhiga kiradi. Vaqtinchalik belgi hisoblanadi. Ya'ni asosiy foni sariq rangda bo'lgani uchun vaqtincha xarakterga ega bo'lgan belgilar. Ushbu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Bu belgi temir yo'l kesishmasine yaqinlashuv, ya'ni ogohlantiruvchi belgi bu. Temir yo'l kesishmasine yaqinlashayotganligimizni bildiradi. Temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv. Bu belgilardan qaysilari vaqtinchalik belgilar, ya'ni yo'l belgilari hisoblanadi? Bu belgilar, demak, birinchi belgi axborot ishora belgisi, ya'ni bu pulli parkovga, pulli to'lov asosida. Ikkinchi belgi taqiqlovchi belgilardagi kirish taqiqlangan, foni sariq bo'lgani uchun u vaqtinchalik belgi. Uchinchi belgi ogohlantiruvchi belgi, ya'ni svetofor tartibga soladi, ya'ni tartibga solingan chorrahaga yaqinlashayotganimizni bildiradi. To'rtinchi belgi imtiyoz belgi, bu asosiy yo'l belgisini bildiradi. Demak, ikkinchi va uchinchi belgilar vaqtinchalik belgilar hisoblanadi, yo'l belgilari. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Tartibga solingan chorrahalarda tepalik oxirdan tepalik solmaydi. Tartibga solingan chorraha sobiq hisoblanmaydi. Tartibga solinmagan chorrahalarda, demak, sanab o'tilgan barcha holatlarda quvib o'tish taqiqlanadi. Ya'ni tartibga solingan chorraha, solinmagan, lekin tartibga solinmagan chorrahada asosiy yo'lda bo'lsa, quvib o'tishga ruxsat beriladi. Bu yerda barcha sanab o'tilganda quvib o'tish taqiqlangan. Quyidagi shaxslarga xavfsizlik kamarini taqmasliklarini ruxsat beriladi. Ya'ni avtomobilning orqa o'rindig'ida 12 yoshgacha bo'lgan bolalar, homilador ayollar, orqa harakatlanishni amalga oshirayotgan haydovchilar, birinchi, ikkinchi javoblar to'g'ri, sanab o'tilgan barcha. Demak, orqa o'rindiqdagi 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga remin taqmaslik, ya'ni xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Oldin orqaga harakatlanishni amalga oshirayotgan haydovchilar ham taqmaslik mumkin edi, lekin bu nimani olib tashladi endi. Ushbu belgilardan qaysi biri maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofi oldida o'rnatiladi? Ya'ni bu belgimiz maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida o'rnatiladi. Bu piyodalarning o'tish joyi A belgimiz, ya'ni piyoda o'tish joyina yaqinlashayotirmiz, lekin bu belgini tindan piyoda o'tmaydi, faqat piyoda o'tish joyina yaqinlashayotirganimizni ogohlantiradi haydovchini. S demak, bu bolalar belgisi. Bu belgi maktablardan tashqari 12-18 yoshgacha ta'lim olishi nazarda tutilgan boshqa joylarda ham o'rnatilishi mumkin, lekin aniq maktab va bog'chalarda shu V belgi o'rnatiladi. Velosipedlarda yuk tashda gabaritdan bo'yi va eniga qanchadan ortiq chiqib tursa, yuk tash taqiqlanadi. Yarim metrgacha chiqib turishi mumkin. Ya'ni velosiped, mopedlarda enini, bo'yiga va yarim metrgacha chiqishi mumkin. Ya'ni 0,5 metrgacha ruxsat beriladi. Qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat beriladi? Xo'p, demak, bu yerda vaqtinchalik belgi o'rnatilgan, chapga burish taqiqlangan, lekin svetoforning bu ishorasida biza chapga burish taqiqlangan, endi belgiga asoslanib turibmiz, lekin qayrilib olishni bu belgi taqiqlamaydi. Ya'ni svetofor qayrilib olishga ham ruxsat beradi chapga yo'naltiruvchi strelkada. Demak, biza qayrilib olishga D yo'nalishda faqat harakatlanishimiz mumkin. Boshqa yo'nalishlarda svetoforning asosiy qismida qizil yonyapti. Ya'ni taqiqlab turibdi. Siz chorrahadan chapga burilmoqchisiz. Sizning harakatingiz tramvayga harakatlanish taqiqlangan, chunki svetofor taqiqlovchi ishora yonyapti yerda, ya'ni tramvayga taqiqlab turibdi, lekin avtomobilga harakatlanishga ruxsat. Demak, bunday vaziyatda avtomobil chorrahadan birinchi bo'lib qayrilib oladi. Birinchi bo'lib o'tasiz chorrahadan. Chunki tramvayga harakatlanish taqiqlangan. Hozirgi holatda uchala ishorasi bir vaqtda yonib, pastdagisi o'chik bo'lsa, tramvayga taqiqlanadi. Mayokchasi yoqilgan transport vositasiga harakatni to'g'riga davom ettirishga ruxsat beriladimi? To'g'riga harakatlanib bilaman, tez tibbiy yordam mashinasi deyapti bu yerda. Yo'q.
imtiyozli transport vositalari ham tartibga soluvchiga bo'ysunishi kerak. Taqiqlangan. Ushbu holatda tramvayning old qismidan yo'lni kesib o'tishga ruxsat beriladimi? Qoidalarda o'zi tramvayning piyodalar yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lsa, tramvayning oldindan avtobus va trolleybusning orqa tomonidan yo'lni narigi tomondan kesib o'tishga ruxsat beriladi. Ruxsat berilgan. Demak, ushbu belgi o'rnatiladi. Bu bozor oldida, maktab va bolalarning dam olish maskani oldida, vokzal oldida. Bolalar maktab va bolalarning dam olish maskanlari oldida o'rnatiladi bu belgi. Ya'ni bolalar deb nomlanadi bu belgining nomi. Bir vaqtda qayrilib olishda kim yo'l berish kerak? Bu yerda avtobus yo'l berish kerak. Shunga o'xshash testni ishlab o'tdik. O'ng qo'l qoidasini tushuntirib, bu yerda ham shu qoida bo'yicha avtobus haydovchisi o'ng tomondan yaqinlashgan qizil avtomobilga yo'l berish kerak. Ya'ni avtobus haydovchisi yo'l berish kerak. Qaysi transport vositasi haydovchisi qoida buzib harakatlanmoqda. Xo'p, bu yerda avtomagistral. Birinchidan, avtomagistralda moped haydovchilarini harakatlanishi taqiqlangan. Xo'p, yuk avtomobillari ikkinchi bo'lakdan nariroqda harakatlanishi taqiqlangan. Demak, bu yerda moped haydovchisi va yuk avtomobil, yana bu 3 tonna bo'lgan yuk avtomobil haydovchisi qoidani buzib harakatlanmoqda. Yengil avtomobil harakatlanishi mumkin istalgan yo'nalishda, yana istalgan bo'lagida. Haydovchisi ruxsat etilgan to'la 3 tonna bo'lgan yuk avtomobil haydovchisi, moped haydovchisi. To'xtab turish joyida boshqa avtomobil bilan harakatni bir vaqtda boshlaganda siz qanday harakatlanishingiz kerak? Ya'ni bu yerda nima deyapti savol? Bu yerda misol uchun to'xtab turish joyi yoki bo'lmasa transport vositalarining qoidalarida nazarda tutilmagan hollarda, ya'ni kesishadigan joylarida, misol uchun dala, o'rmon yoki bo'lmasa to'xtab turish joyi, yondosh hududlarda transport vositalari, ya'ni qoidalarda belgilanmaganda, ya'ni yo'l belgisi yo'q yoki bo'lmasa qoplama jihatidan hammasi bir xil. Bunday vaziyatda haydovchilar o'ng qo'l qoidasi bo'yicha o'tish kerak. Ya'ni qizil avtomobil o'ng tomondan yaqinlashgan ko'k avtomobilga yo'l berish kerak. Siz qanday yo'l berish kerak? Birinchi bo'lib o'tishingiz kerak. Ushbu vaziyatda haydovchi bilan o'zaro kelishingiz kerak. Demak, yo'l berishingiz kerak o'ngdan yaqinlashgan transport vositasini. Qaysi yotiq yo'l chizig'i maktablar oldida piyodalar o'tish joylarda qo'llaniladi? Bu yerda oq va qizil aralash mana bu chiziq 3-chiziq maktablarning oldida chiziladi. Aslında chizilishi kerak, lekin hali bizning bu yerlarda chizilmadi, lekin endi chizilishi mumkin. Demak, 3-chiziq maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda chiziladi, ya'ni piyodalar joyini belgilaydi. Qaysi belgi avtomobillar uchun yo'l deb nomlanadi? Avtomobillar uchun yo'l. Birinchisi, mexanik transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan avtomobillar uchun yo'l. Yengil avtomobillar harakati qo'shimcha belgidagi yengil avtomobil turini bildiradi. Demak, avtomobillar uchun yo'l ikkinchi belgi bo'ladi. Motosikl haydovchisi qoidani buzyaptimi? Demak, hali bizlar endi bunday vaziyatda bilishimiz kerak. Yo'lning ko'rinish masofasi 100 metrdan ko'p bo'lsa, qoida buzmadi. Demak, bu yerda hali 100 metrdan ko'p. Shuning uchun bu quvib o'tish mumkin. 100 metrdan kam qolganda ko'rinish masofasi, unda quvib o'tish taqiqlanadi. Yo'q. Bu yerda asosan shunga urg'u berilgan, ya'ni quvib o'tish mumkinmi deb. Belgilardan qaysi biri qatnov qismi kesishmasi hududini bildiradi? Ya'ni birinchi belgimiz, ya'ni A belgi qatnov qismi kesishmasi hududi, teng huquqli yo'llar kesishgan chorraha teng ahamiyatli. Ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuvni bildiradi. S belgimiz. Demak, qatnov qismi kesishmasi hududi A belgimiz. Yengil avtomobil tirkama bilan boshqarilib, siz ushbu yo'l belgisi o'rnatilgan vaziyatda to'g'ri harakatlanishingizga ruxsat etiladimi? Bu yerda harakatlanishimiz mumkin. Chunki bu tirkamali yengil avtomobillarning harakatlanishini taqiqlamaydi. Lekin boshqa traktorlar va shatakka olib harakatlanishni bu ko'chaga taqiqlaydi.
Demek yengil avtomobilning tirkamali bo'lishi, ya'ni tirkamali yengil avtomobillarga bu belgi taqiqlamaydi. Barcha yondashga tirkamali yengil avtomobil ruxsat etilgan bu yerda.